Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlar bilan Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitobdan darsga boshlaymiz degan edik. Inshaalloh bugundan mana shu kitobdan darsimiz boshlaymiz. Bugun darsimiz boshlashlik vaqt soati ekan. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'zi bildirsin, bilganlarimizga amal qilishga Alloh taolo tavfiq bersin. Bu kitobni yozgan odam Misrlik sheyx Xolid ibn Mahmud Juhani hafizahulloh. Bu kitobda Ramazonga tegishli juda ko'p masalalar yozgan. Alloh taolo qodir qilganchalik darsimizni davomida o'rganib ketamiz inshaalloh masalalarni. Bugun Jumadul Ulaning 17-kuni, Ramazonga ham 3 oydan oshiqroq vaqt qolyapti. Alloh taolo hammalarimizni Ramazonga yetkazishga Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Kitobimizni boshlaymiz. Al-Bahsul Awwal Fadail shahr Ramazon. Birinchi bahsda Fadail shahr Ramazon, Ramazon oyining fazilatlari haqida. Mana shu kitoblarini boshlashlikda birinchi Ramazonni fazilatlari haqida yozib boshlagan. Ma hiya fadlu shahr Ramazon? Ramazon oyining fazilati nima deyapti? Savol qatorida Ramazon oyining fazilatlari nima deyapti? Li shahr Ramazon fadail adidatun minha. Ramazon oyining fazilatlari ko'p. Juda ham Ramazon oyining fazilatlari ko'p. Mana shulardan birinchisi shahr Ramazon tufattahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi maradatush shayatin fala tughwa ahadan. Ramazon oyining birinchi fazilati Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida jannat eshiklarini ochtirib qo'yadi. Birinchi fazilati nima ekan? Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyi kelgan paytda jannat eshiklarini Alloh taolo ochtirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati yog'ilib turadi. Alloh taolo jannat eshiklarini Alloh taolo ochib qo'yadi. Va tughallaqu fihi abwabun nar. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida jahannam eshiklarini yoptirib qo'yadi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati shu darajaga kengki, Alloh subhanahu va taolo mana shu Ramazon oyi kelganligi sababidan Alloh taolo jannat eshiklarini Alloh taolo ochtirib, jahannam eshiklarini Alloh taolo yoptirib qo'yadi. Ramazon oyidan boshqa oyda bunday bo'lmaydi. Faqat Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo mana shunday rahmatlarni Alloh taolo yog'dirib turadi. Va yana va tusalsul fihi maradatush shayatin. Yana Ramazon oyining fazilatlaridan Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida o'jar shaytonlarni Alloh taolo kishanmat qildirib qo'yadi. Qaysar o'jar bo'lgan shaytonlarni Alloh subhanahu va taolo zanjirband qildirib qo'yadi. Fala tughwa ahadan. Bu mana shu o'jar bo'lgan shaytonlar bironta bir insonni vasvas qila olmaydi. Ramazon oyidan boshqa oyda qilayotgan vasvaslariga Ramazon oyida bunga qodir bo'lmaydi. Bu nimadan ekan? Bu Ramazon oyining fazilatidan. Ramazon oyining ulug'ligidan Alloh subhanahu va taolo shaytonlarni Alloh subhanahu va taolo kishanmand qilib va bironta insonni vasvas qila olmaydi. Mana Ramazon oyining 3 ta fazilatini zikr qilyaptilar. Birinchisi takror aytib qo'yamiz. Jannat eshiklarini Alloh taolo ochtirib qo'yadi. Jahannam eshiklarini Alloh taolo yoptirib qo'yadi va yomon o'jar bo'lgan shaytonlar Alloh subhanahu va taolo kishanmat qildirib qo'yadi va bironta bir insonni vasvas qila olmaydi. Ramazon oyini fazilatiga sheyx bir hadisni dalil qilib keltiryapti. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadis. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Iza dakhala shahr Ramazon futihat abwabus samai va ghulqat abwabu jahannam. Va sulsilatish shayatin
Sulsilati shayatin. Muttafaq alayh. Ravah Buxoriy va Muslimdan rivoyat qilingan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qachon Ramazon oyi kirsa, osmon eshiklari ochilinadi. Osmon eshiklari ochilinadi. Ya'ni osmondan maqsad ay jannat. Ya'ni jannat maqsad. Jannat eshiklari ochilinadi. Va jahannam eshiklari qulflanadi. Va sulsilati shayatin, shaytonlar kishanlanadi, zanjirband qilinadi. Mana Payg'ambar alayhisalom Ramazon oyi kirgan paytda 3 ta narsani zikr qildilar. Mana shu ham shu hadislardan foyda olib, tepada aytganimiz ham xuddi shu hadisda zikr qilinganga o'xshash. Payg'ambar alayhisalom 3 ta narsani aytdilar. Jannat eshiklari ochib qo'yilishiga, jahannam eshiklari yopib qo'yilishi va shaytonlarning kishanband qilib qo'yilishiga. Mana bu hadisda sharhlaydi. Ay muni'at min al-usuli ila bughyatiha min al-ifsad al-muslimin min qadar alladhi kanat taf'aluhu fi ghayri Ramazon. Mana bu hadisda sharhlab aytadiki, shayton Ramazon oyidan boshqa oyda musulmonlarga bir yomonliklarni qildirishlikka qodir bo'lganchalik Ramazon oyida bunday qodir bo'lmaydi. Mana yuqorida ham falatuq va ahadan dedik. Iblis birontasini asos qila olmaydi. Mana bu hadisda mana shunday sharhlayapti. Ramazon oyidan boshqa oyda qodir bo'lganchalik Ramazon oyida bunday qodir bo'lmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini ulug'ligidan Alloh taolo iblisni mana bundan man qildirib qo'yadi. Mana aytadiki, va taftihu abwabul janna. Jannat eshiklari ochib qo'yilishi, jahannam eshiklari yopib qo'yilishligi va tusalsil shayotin, shaytonlar kishanband qilinishligi alamatul dukhul shahr. Ramazon oyini kirishligining alomatidir deyapti. Mana yuqorida hadisda aytilgan 3 ta narsa, jannat eshiklari ochiq bo'lib turishligi Ramazon oyida, jahannam eshiklari yopib bo'lishligi, shaytonlar kishanband bo'lishligi nima ekan? Bu Ramazon oyining kirganligining alomati. Va ta'zim va hurmatihi, Ramazon oyining hurmatini buyuk ekanligidan. Tusalsil shayatin, shaytonlarning kishanband qilishligi nima ekan? Liyamtani'u min iza'il mu'minin. Shaytonlarning kishanband qilishidan maqsad nima desa, mu'minlarga ozor berishdan man qilib qo'yilishlik. Hikmati shu ekan. Shaytonlarni kishanband qilib qo'yishligi mu'minlarga ozor berishdan, gunoh ma'siyatlarni qildirishidan man qilib qo'yishlik ekan. Alloh subhanahu va taolo o'sha qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin. Inshaalloh darslarimizni shunday qisqa qilib kitoblarimizni tugatishga harakat qilamiz. Alloh taolo o'sha qilayotgan darslarimizni davomli qilsin.